hajning turlari. ifrod, tamattu, qiron. Ifrod haji. Ifrod yolg'iz ma'nosida bo'lib, unda ziyoratchi miqotdan faqat haj uchun ehrom bog'laydi. Ifrod haj qiluvchi Makkaga kelgach, tavofi qudum qilib, haj amallarini ado etishga kirishadi va qurbonlik kuni shaytonga tosh otganidan keyin ehromdan chiqadi. Ifrod haj qiluvchi zimmasiga qurbonlik qilish vojib emas. Faqat bir tavof va bir sa'y qilishi vojib. Bugungi kunda ifrod hajini qilish biroz mashaqqatli. Chunki bu turdagi hajni niyat qilgan kishi Makka-i Mukarramaga kelgan kunidan boshlab to Qurbon hayiti kuni shaytonga tosh otib sochini qisqartirgunga qadar ehromda bo'lishi va uning tartib qoidalariga qat'iy amal qilishi shart. Agar shu vaqt oralig'ida ehromda qaytarilgan amallarni unutib qilib qo'ysa, zimmasiga kafforat lozim bo'ladi. Masalan, mo'ylabi o'sib ketsa-yu uni qisqartirish yo olish mumkin emasligini unutib olib qo'ysa yoki xushbo'ylanib qo'ysa, jarima lozim bo'ladi. Tamattu haji. Tamattu huzurlanish ma'nosida bo'lib, bunda ziyoratchi avval umrani niyat qilib ehrom bog'laydi. So'ng talbiya aytgan holda Makkaga kiradi va umra amallarini bajaradi. Talbiyani birinchi tavofdayoq to'xtatadi. Undan keyin Safo va Marva orasida sa'y qiladi va sochini oldirib yo qisqartirib ehromdan chiqadi. So'ng haj vaqti kelishini kutib turadi. Zulhijja oyining 8-kuni haramda, ya'ni Makka shahridagi haram chegarasidan chiqmay, haj uchun niyat qilib 2 rakat namoz o'qib, qaytadan ehromga kiradi. Keyin tavof qilib, Safo va Marva orasida sa'y qilib olsa yaxshi bo'ladi. So'ng tiqilinch vaqtida qiynalib yurmaydi. Keyin ifrod hajini qilgan kishidek amallarni bajaradi. Hayit kuni tong otgandan so'ng jonliq so'yadi. Undan so'ng sochini oldirib yo qisqartirib, ifoza tavofini ado etadi. Agar ehrom bog'lagan paytda tavof va sa'y qilmagan bo'lsa, ifoza tavofidan so'ng Safo va Marva orasida sa'y qiladi. Tamattu'ni niyat qilgan ziyoratchi o'ziga vojib bo'lgan jonliqni so'yishga qodir bo'lmasa, o'rniga roza tutadi. Bu rozaning miqdori 10 kun. Shundan 3 kuni Arafadan oldin tutiladi, qolgan 7 kunini o'z yurtida tutadi. Tamattu'ni haj oylarida Makkaga tashqaridan keluvchilar ado etadi. Makkalik va u joyga haj oylaridan oldin kelib kutib turganlarga tamattu joiz emas. Yurtimizdan boradigan ziyoratchilar tamattu hajini ado etadilar. Qiron haji. Qiron so'zi qo'shish ma'nosini bildirib, ziyoratchi unda umra va hajni birga niyat qiladi. Undan keyin talbiya aytib, Makkaga kelgach, umra uchun tavofni ado etadi. So'ng Safo va Marva orasida sa'y qiladi. Ammo hali hajning niyati borligi uchun sochini oldirmay turadi va ehromdan chiqmaydi. Keyin haj uchun yana tavof va sa'y qiladi. Qolgan amallar ifrod hajidagi kabi bo'ladi. Hayit kuni tosh otishdan so'ng qurbonlik qiladi. Jonliq so'yayotganda qiron uchun yo dami shukr deb niyat qiladi. Undan so'ng sochini oldiradi yo qisqartiradi. Ushbu tartib zarurdir. Ifoza tavofidan so'ng avval haj uchun sa'y qilmagan bo'lsa, sa'yni ado etadi. Qurbonlik so'yishga imkoni bo'lmagan ziyoratchilar tamattuga o'xshab roza tutadilar.